Alhamdulillah men musulmonman deb javob beribdi. Lamin Yamalga respekt bolalar. Videoga bitta like bosib tarqatib qo'yinglar. Kecha Ispaniya Misr o'yinida juda ham bir xunuk voqea bo'lgan. Ko'pchilik ko'rdi. Ispaniyalik stadionga kelgan muxlislarni ko'pchiligi bir-birini quchoqlab sakragan paytda sakramagan musulmon deb baqiribdi-da. Shunaqa ham gap gapirasanmi, tavba qil. Menga ham video qilib chiqing deyishdi. Men nima deyishni bilmadim to'g'risi. O'zi bu dunyoda birovni dinini ustidan kulish, mazax qilish, o'zi qaysi din bo'lsa ham umuman chidab bo'lmaydigan. Bilmasam bir hech qanaqa bir ta'rif berishga ham til bormaydi-da. Nima deyish mumkin? Odammi o'zi bular? Bilmadim. Yamal munosabat bildiribdi. Pedri ham o'sha gapiruvdi kecha. Ko'rdim-mi u videolarni-da, nima deyishni bilmay turdim to'g'risi. Yamal aytibdi muxlislarga, kelganinglarga rahmat, lekin bunaqa ishlar to'g'ri kelmaydi. Futbol prosta tomosha, olqishlab, zavqlanib ketinglar, bo'ldi, tamom. Misol uchun, bunaqa gaplarni gapirishga kelsanglar, kelmay qo'yaveringlar debdi.